Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Biz yana ijodiy safarga yo'l olmoqdamiz. Qayerga deb so'rasangiz, hali o'zimiz ham bilmaymiz. To'g'risi, har safar biz tomonlarda ko'rsatuvni tasvirga olishda qayerga borsak qiziq bo'ladi, nimalarni ko'rsatsak teletomoshabinlarimiz uchun o'ziga xos bo'ladi deb o'ylaymiz va bugun ham yo'l-yo'lakay Samarqand tumani tomonga otlanmoqdamiz. O'ylaymizki, sayohatimiz juda ham qiziqarli, kutilmagan lahzalarga boy bo'ladi va samimiy insonlar bilan, yurtdoshlarimizning turmush tarzi, sharoitlari bilan tanishamiz va guvohi bo'lganlarimizni albatta sizga ham ulashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz yo'lga chiqyapmiz. Har gal ko'rsatuvimizni qayerda, qanday tasvirga olish haqida o'ylaymiz-u, biroq uning jarayonlari tabiiy, boricha bo'lgani ma'qul deb yo'limizda duch kelgan holatlarni kameramiz obyektiviga muhrlab boramiz. Har bir voqelik oldindan kelishilmagan holda, hatto biz suhbatdoshlarimiz bilan ham avvaldan gaplashib olmaymiz. Qanday bo'lsa, shundayligicha tasvirga olib taqdim etamiz. Samarqandning yashil belbog'i hisoblangan Samarqand tumaniga tomon borar ekanmiz. Eng chekka mahallalardan biri Mironqulga haydang deya haydovchi bilan ham suhbat bo'lib, bizni qanday qiziqarli jarayonlar kutyapti ekan degan fikr xayolimizdan kechdi. Yo'l-yo'lakay biz bir manzillarga qarab yo'lga chiqdik, chunki ayni kunlarda mana shu Samarqand tumanidagi tog'li hududlar juda ham chiroyli bo'ladi deb kelyapmiz va biz yo'lda uchrayotgan har bir jihatlarga e'tibor qaratib kelyapmiz. Mana bu kishi hozir mana bahorgi dala yumushlarini boshlab tomorqalarida ishlayapti ekanlar. Bir suhbatlashishni lozim deb topdik va yonlariga boryapmiz. Assalomu alaykum. Hormang. Mana biz Samarqand telekanalidan kelyapmiz. Biz tomonlarda ko'rsatuvdan, siz tomonlarga yo'limiz tushdi bugun. Qaysi mahalla bu yer? Mironqul. Mironqul mahallasi. Bugun endi hamma xonadonlarda mana shu tomorqa ishlar boshlanib ketgan. Nimaga tayyorgarlik endi? Nima ekasiz bu yerga? Kartoshka, sabzi, zelen, ko'chatlar o'tkazamiz qolganiga. Havoni qarang, bugun qanday ajoyib. Ajoyib. Yomg'irlar mavsumi ham yaxshi bo'ldi bu yil lekin. Yaxshi bo'ldi. Archalarni ham o'zingiz ekkanmisiz? Ha. Juda ham chiroyli. Qancha bo'ldi ekkaningizga? 3 yil. Hovlingiz shu yaqin atrofdami? Ha, past. Tomorqasiga ishlov berib, ertangi kun uchun sabzavot va ko'katlar, poliz mahsulotlari ekishga astoydil tayyorgarlik ko'rayotgan suhbatdoshimizga biz ham biroz ko'mak berdik. Ozgina bo'lsa-da tin oling. Biz qarashamiz deganimizda mehmon oshga keladi, ishga emas deb unamadilar-u, ammo biz yordam beraylik deb turib olganimiz uchun noiloj belkurakni berdilar. Chaqqonlik bilan g'ayratimiz kelib, yerda mazza qilib ishladik. Odamlarning turmush tarzidan ko'proq voqif bo'laylik, ularning suhbatini olaylik deb borar ekanmiz. Yo'lda chelaklarni qatorlashtirib suv to'ldirayotgan bir ayol e'tiborimizni tortdi. Qiziqib ular tomonga yurdik. Shu mahallada yashaysizmi? Ha. Qanchadan beri? 8 yildan beri. Yaxshimi mahalla, qishloq tinchmi? Rahmat. Sharoitlar qanday? Bo'ladi, normal. Hozir mana bu vodoprovod suvidan olyapsizmi? Xonadonlarda yo'qmi suv? Bor, quduq bor. Ha, quduqdan. Bu toza suv. Ha, bu ichayotgan suvda. Bu nechigacha keladi kun davomida? Bu kecha-yu kunduz. Ha, kecha-yu kunduz. Ha. Hamma kelib shu yerdan oladi suvni. Ha. Yaxshi, muammo emas ekan, mana kecha-yu kunduz vodoprovodda. Endi chashmada. Ha, chashma suvi. Shirinmi? Quduqning suvidan farq qiladi. Ha. Ichardik. Navbat talashib qolmaysizlarmi ish qilib? Yo'q, nabaros shu yerga vaqt o'tishini. Shu yerda ham shu bahona ko'rishamiz, qo'ni qo'shnilardek. Chashma suvidan ichamiz. Muzdek ekan-a? Muzdekkina ekan. Chashmadagi izdoning. Lekin tomoqda og'ritmasa kerak-a? Ne? Tomog'im og'rimasa kerak. Bizlar ichamiz. Har doim shu suvdan ichasizlar, Har muzdek. kun olib boramiz. Yosh bolalar ham ichadi. Ha, 3 ta farzandim bor, uchalasi ham shu suvdan ichadi. Mazali. Mana shu qishloqda mana shu suv bo'lsin, suv obi hayot.
to'g'rimi? Suv bo'lsa hayotda. Hayot bor, to'g'ri aytadi. Peshtoqiga Mironqul mahallasi deya bitilgan bino oldiga kelganimizda bizni mahalla mutasaddilari qarshi olishdi. O'zimizni tanishtirib, ko'rsatuvni tasvirga olishga kelganimizni bildirdik. Ayni fursatda keldingizda Guzarning nuroniylari yig'ilib, gurunglashib o'tirishibdi. Bir duolarni olinglar deb bizni ular nuroniylar xonasiga boshlashdi. Yoshlarimizni yonida turib beradigan nuroniylarimiz. Biz qator yoshlarda birga bir turib berib mehnat qilib, mana hashar deymizmi, yashil makon dasturi bo'yicha mana qabristonimizda juda katta hashar qildik. Birga bir mana turib berib, bizlarni duo qilib, shu yaxshi ishlarimizga kamarbaso bo'lib turgan nuroniylarimiz. Mana shu bizni duogo'ylarimiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. O'zi aytishadi-da, qari bilganni pari bilmaydi deyshadi. Nuroniylarni duolarini olib boshlangan ish xayrli bo'ladi deyshadi. Ular hozir nuroniy desak sal nima bo'lib qolyapti? Hozir o'zlarini navqiron yoshdek his qilishyapti. Nimaga deysiz? O'sha qabristonda hashar jarayonida men bularni juda ham kuzatdim. Endi o'zimizni yoshlar yetakchi sifatida yoshlarimizni ishtirok etyapmiz. Bizlar charchab qolgan joyimizda yosh ulug'larimiz shu nihollarni ko'tarib, yerlarni ko'lab, nihollarni o'tkazib bizga bir motivatsiya, shunaqa bir kuch berdi. Bularni ko'rib biz uyalib ham ishimizni yana ham nima qildik. Yoshi ulug' otaxonlar yoshlarni yonlariga olib, yo'l bo'ylariga daraxt nihollari ekishdi. Biz ham ularga qo'shilib ishlarni kuzatdik. Bu kabi xayrli an'analar davom etayotgani kishini quvontiradi. Sababi bizning yurtimiz, ayniqsa Samarqandning tuprog'i lalmi va unumdorligi, tabiatining so'limligi, suvlarning zilolligiga har qancha havas qilsang arziydi. Samat ota, Roziq bobo ekayotgan nihollarga Amriddin va Sorbonjon chelakda suv keltirib qo'yishdi. Bu yurtning har bir qarich yeriga bir cho'p qadasang ham ko'karib yashnab ketadi. Yangi O'zbekiston deya atalmish ulug' yo'l oldidan yashillik ekilishi xalqimizning kuch-qudrati, maqsadimizning ezguligidan darak. Zero yaxshidan bog' qoladi. Bu qanaqa nihol endi? Bu urug' niholi. Xalq mana shu birgalikda hashar yo'li bilan mana shunday nihollar ekyapsizlar. Ana shunday. O'zi ko'pchilik birlashsa, birdamlik ham bo'ladi, Mana oqibat ham bo'ladi. 50 yil oldin shu bobolar ekkan edi. Ana shu Bu chelak. an'ana davom etyapti. Ana shunday. Mana hozir birgalikda yosh ulug'larimiz zaldor, ya'ni o'rik nihollarini qadashdi. Endi buni muntazam parvarish qilish kerak, suv berish kerak, o'g'it berish kerak, ha? Shularning hammasini mana yoshlarga ham o'rgatyapsizlar. Nuroniylar yoshlarga o'rgatib ketyaptilar. Mironqulning tog' havosi bizni maftun etdi. Musaffolik sizga yangicha ishtiyoq, g'ayrat bag'ishlaydi. Qir adirliklarda qancha yursangiz ham toliqmaysiz. Tog'li hududlar o'zining musaffo havosi, so'lim tabiati, muzdek, zilol buloq suvlari bilan kishini o'ziga rom etadi. Shu bois tog'da yashashning o'zgacha gashti bor. Mana tog'ni tepasiga, ya'ni qir adirliklarni tepasiga chiqdik. Bu yerda esa bayram qilayotgan yoshlarni ko'rib bizni ham g'ayratimiz jo'shayapti. Arqon tortish jarayonlarini ko'rishga kelyapmiz. Qo'shilsakmi desam, hammasi o'g'il bolalar. Kuchli bular hammalari. Ana narigi jamoa g'olib bo'ldi. Chunki tog'ning yigitlari kuchli bo'lishadi, zabardast, hammalari mana mehnatda toblanishgan. Chaqqon. Qochib turasiz. Milliy urf-odatlarimiz, an'analarimiz, marosim va bayramlarimiz yoshlarni ma'naviy kamol topishda muhim ahamiyatga ega. Xalq o'yinlari, bayramlar, marosimlar, sayillar munosabati bilan o'ynalgan va odamlarga hamisha zavq-shavq bag'ishlagan. O'yinda qatnashganlar o'zlarini har jihatdan mahoratli, chaqqon, abjir ekanliklarini namoyish etishga harakat qilishgan. G'urur, or-nomus uchun talashishgan. Arqon tortish o'yinida ikki guruh yigitlari chinakam jasorat, epchillik ko'rsatishdi. Komron va Dinorbekning kurash tushishini esa do'stlari qo'llab-quvvatlab turishgani ularga kuch berdi. Arqon tortish musobaqalari juda ham qiziqarli bo'ldi va mana bu bolalar ham, yigitlar ham o'zaro kurashib g'olib bo'ldilar. Bu yerda esa mana hozir musiqa ovozlari eshitilyapti. Qizlar chiroyli mana milliy kiyimlarda kiyingan qizlarni ko'ryapmiz. Bular esa mana shu ochiq havo va havo tabiat qo'ynida raqs tushyaptilar.
Bu ham milliy qadriyatlarimiz. Qo'yinglar endi. Bilagayim toshkanlik, tomog'idagi marjonlik. Bilagayim toshkanlik, tomog'idagi marjonlik. O'ynamaydi, kulmaydi, akasini qadrini bilmaydi. O'ynamaydi, kulmaydi, akasini qadrini bilmaydi. Hech o'ynamaydi, kulmaydi. Ha, qizlar raqs tushyapti bu yerda. Mazza. Qizlarimiz bilan bugun mana adirlarga chiqdik. Bizlar hamma vaqt mana shu qizlar bilan birgalikda ishlaymiz. Chunki bular bizlarning kelajagimiz. Mana Navruzdan oldin kelib tayyorgarlik ko'ryapmiz bu yerda. O'zimizni milliy urf-odatimizni ko'rsatmoqchimiz. Liboslari bilan o'zlariga yarashgan. O'zlari liboslaridan chiroyli qizlar. Rahmat Vedajon. Chunki bular tog'li qizlardir. Tog' qizlari suluv bo'lishadi. Suluv bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Mehnatdan qochmaydi bular. Ana hozir maktabda hammalari a'lo baholarni o'qiydi bular. Non ham yop olamizmi tandirda? Ha. Uyda tandir bormi? Hammamiz non qilishni bilamiz demak. Hammalaringiz. Biladilar bular. Har necha kunda non pishiriladi xonadonda? Bir haftada bir marta. Tandurlar kattada 25 tadan non Ha, sig'adi. demak katta tandir ekan. Katta tandir. Bular non bilan birga fatirlar pishiradi. Yog'li fatirlar, ha? Albatta. Juda ham mazali bo'lsa kerak. Sambusalar, bichaklar pishiradi bular. Sigirchi, sigir sog'ishni Sigir sog'adi bular, hammasi sigir sog'adi. Yoshlarning o'yin kulgu raqslaridan ko'nglimiz ajib sururga to'lib yana qishloq keza boshladik. Har bir jarayon diqqatimiz e'tiborda bo'lgani o'laroq ko'klamning iliq oftobidan foydalanib, chordona qurib gurunglashayotgan ayollarga ko'zimiz tushdi. Soy bo'yida yor turgan yigit, oshiq ko'zi nosuzgan yigit. Soy bo'yida Tog'lik opaxonlar bilan xayrlashib, yana nima qiziqarli holatlarni ko'rar ekanmiz deb borayotib, mahalla yettiligini ish ustida uchratdik. Bilasizmi, nima esimga tushyapti? Suyunchi filmidagi ko'chalar esimga tushyapti-da. Suyunchi damida o'zi. Shumbolamidi? Ha, shumbola ekan. Adashtirdim. Bilasizmi, mana shu qishloq ko'chalarda yurib qaysi film esimga tushyapti? Shumbola filmi esimga tushyapti. Qishloq ko'chalarida mana shunday toshli hovlilar, o'sha davrni, o'sha muhitni yodga solyapti. Albatta o'zi tog'li joyda mana shunday tog' toshlaridan xonadonni, uyni poydevorini qurishadi. Juda ham nima deydi, shaharni sershovqin hayotidan bu yerda hayot boshqachaligini ko'ryapmiz-da. Kayfiyatimiz zo'r, charchash nimaligini bilganimiz yo'q. Tog'ni havosi bizga kuch beryapti, energiya beryapti, kislorodga to'yinyapmiz. Hozir mahalla yettiligi Yo'l aka biz bilan hamrohlik qilishgan edi. Hozir bir xonadonda ular yana odamlar bilan suhbatlashishyapti. Sharoitlarni o'rganishyapti. Tadbirkorliklariga yordam berish uchun rejalarni tuzib olishyapti. Birinchi yordam beramiz. O'shanga qarata, masalan, hovlimizda nimadir yetishtirmoqchi. Bitta xonadan kirib o'rganishlarni olib boryapmiz. Hovlisida bahorgi yumushlar bilan ovora bo'lib turgan xonadon sohibi Vohid akaga hormang, tolmang deya hovlidan chiqar ekanmiz. Shu ko'chada yashovchi chevar Zilola Hafizovaning ham tikayotgan ko'ylaklarni bir ko'ring. Zamonaviy uslublarda shaharnikidan qolishmaydi deya mamlakat opa bizni o'sha yerga boshladilar. Zilola Hafizova 2 yildan beri uylarida mana shu moshinaxonani ochgan, xalqqa, ayollarga xizmat, beminal xizmatini ko'rsatib kelmoqda bu kishi. 4 ta bolalari bor. Mahalla tomonidan bizlar subsidiyaga mana 2 ta mashina berganmiz. Tikuv mashina bergan bizlar bu kishiga. Yaxshigina ishlab yuribdilar. Daromadi yaxshi, ha. Ro'zg'orga yetyapti. Ro'zg'ori yetyapti. Kelinlarga sarpovana tikib beradilar. Ayollarimizga to'y marakaga kiyishlariga. Muhimi narxlari qanday narxlari endi? Narxlari hamyonbop, hamyonbop. Qimmat emas, yo'q. Qizchalarga mana qarang, qizchalarga ham ko'ylaklar tikib beradilar. Yaqinda Navruz bayrami, mana shunga buyurtmalar ko'p. Buyurtmalar ko'p.
Chevar Zilolaxonning ishlariga tasanno aytganimizda, mahallamizda hamma sharoitlar bor, barcha qulayliklar bisyor, shaharga borishga zarurat yo'q. Pishiriqlar tayyorlaydigan kichik seximizni ham bir ko'ring, maqtasak maqtagulik deb qo'yarda qo'ymay bizga yo'l ko'rsatdilar. Pishiriqlar hidi chiqyapti-da. Assalomu alaykum. Tansiq hidlar kelyapti. Bir mana shunaqa xonaga kirsa, odam chiqisi kelmay qoladi-da, hidni o'zi ham yoqimli. Assalomu alaykum. Hormanglar. Nimaga? Patirga tayyorgarlikmi? Issiqmi bu? Ha, hozir. Patirlarni necha xildan pishirasizlar endi? Ha. Yog'li patirlar. Gapirishni bilmayman deydi, lekin ishni do'ndiraman deydilar. Opamiz ishni do'ndirib qo'yadilar. Opa-singillar bo'lib bu yerda ishlayapsizlar, ha? Mazali pishiriqlarni pishirib, shirinliklarni tayyorlab, xalqimizni dasturxoniga tortiq qilyapsizlar. Talablar ham endi ko'pmi? Buyurtmalar? Xudoga shukr. Mahallada bugun to'y ko'p, ma'raka ko'p, iftorlar, tug'ilgan kunlar. Tug'ilgan kunlar ko'p. Bu yerga kelib buyurtma berishadi. Mana hattoki mana maxsus qo'lqoplarni kiyib, opam tozalikka rioya qilamiz. Albatta, birinchi o'rinda tozalik. Gigiyenaga rioya qiladilar. Sizdan boshlang. Zuhra opa demak, meni sinovdan o'tkazmoqchilar. Men ham mana albatta gigiyenaga rioya qilib kirdim. Boshimda ro'molim, qo'limda mana men ham qo'lqoplarni kiyib oldim. Boshlang, marhamat. Buni yasaymi? O'rtasidan boshlab yasayman. Do'ndiraman hozir. Temperatura qarab sovuq. Men yasayapman, Zuhra opa hayajonlanyaptilar. Faqat davlatning ishi emas, ro'zg'orning ishini ham do'ndiramiz. Bo'ladimi kattaligi? Zo'r. Endi non parlaymiz, ha? Chiroyli qilib. Hozir men yasagan patrim ana shunday chiroyli bo'lib chiqadi. Bu shirinliklar bunchalar chiroyli, bunchalar turli xil, ha? Assalomu alaykum. Hormanglar. Shirinliklar tayyorlarni endi bezash ishlari yakuniga yetyapti deyman-da, ha? Bu pirojnilar, ha? Pirojnilar, ha. Buyurtmagami bular? Ha. Bugun endi iftorlik bo'lsa kerak-da mahallada, ha? Mahallada iftor yeyik. Bular har doim mana shunday shirin yetkazib beradilar. Yetkazib beradilar mahallaga. Tortlarni necha xilini tayyorlashni bilasiz? Hamma turidan bilaman tayyorlashni. Maxsus kurslarda o'qigansiz? Ha, bu yerga kelib ustozim boshchiligida o'rganganman. Hozir bemalol mustaqil pishirasiz o'zingiz. Mana tayyor mahsulotlar, ko'zimiz quvonadi-ya. Gulshoda Sattorova bu yerda 5 nafar ishchi o'rni yaratib, aholi dasturxoniga turli pishiriqlar va shirinliklar yetkazib bermoqda. Qishloq ahlida tinim yo'q, hamma ro'zg'or obodlik uchun harakatda. Kelinlar xizmatda bo'lib, qaynonalar nabiralarini yonlariga olib, ularning tarbiyasi bilan mashg'ul. Erkaklar tomorqa, chorva yumushlari bilan band. Hovlilarda ko'klam nafasi ufurib turibdi. Daraxtlarda ilk kurtaklar nishona ko'rsatgan. Ko'rsatuv bahonasida qishloq ahli yig'ilib, mana Samarqand telekanalidan kelibdi deb odamlar bizga ergashishyapti-da, qiziq bo'lyapti jarayonlar. Shunday. Bu yerda Ma'rufjon Bozorov xonadoni. Bu kishi ustozim bo'ladilar. Hamda taniqli hofiz. Mana sport bilan shug'ullanuvchilar ham bor ekan-a? Shunday. Sport bilan shug'ullanish kerak deyishadi-ku. Yaxshi-da, mana xonadonda farzandlar uchun ham mana shunday sharoitlar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Biz tomonlardan ko'rsatuvdan kelyapmiz. Chiroyli bir xonadonga ko'zimiz tushib kirdik. Hozircha bizlarga endi unchalik manzaralar 1-2 oydan keyin chiroyli bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan xonadoningiz. Qarang, mana o'rindiqlar, qushlar ham bor ekan-a? Hammasi bor. Ketdik. Marhamat, kelinglar. Keling, mamlakat opa. Hofizli uyi ishsiz bo'lmaydi. Ha, albatta. Bu kishi ilhomlanadilar. Albatta. Salomat bo'linglar, marhamat. Juda ham yozlarda ham bahavo bo'lsa kerak-a? Juda chiroyli bo'ladi 1-2 oylardan keyin. Ijod bilan bandmidingiz? Ha, sal-pal ijod qilib o'tirdik. O'tamiz endi. Buni o'qib qo'yamiz, tursin. Qani endi buni ochamiz endi. Buni ichida nima borligini ko'ramiz. Yo'q.
Sizlar. Xushvaqt bo'ling. Xonadonda Rahmat. tinchlik bo'lsin, Rahmat, sog'lik rahmat. bo'lsin. Mamlakat opam ta'rifingizni qilib, mana Rahmat. hozir boshlab kirdilar. Rahmat. Biz adashmayapmiz bu xonadonga kirishda. adashmaysiz. Men Hofizdan bir ijoddan, jonli ijrodan eshitamiz undan, ozgina bo'lsa ham. Yo'q. Nimalarni ijod qilib turgandingiz? Bu Huzurlidan Qurbon olam. Ha. She'rlar jo'rayib aytadilar, do'st bo'lsang yonimda tur deb. Keyin ko'pincha o'zimizni ijodlarni boshlaymiz, o'zimiz. Masalan, Mironqulga keldilaringiz bir she'rimiz borda, xushmanzara tog'laring bor go'zal Mironqul. Jannat makon bog'laring bor go'zal Mironqul. Bilarmisan qancha yoshi, qancha keksalar orom olar gul bog'ingda go'zal Mironqul. Mironqulim azizimsan, jonu dilimsan. Qayga borsam sening yog'ding bilan yurarman. Kelganimda to'proqlaring ko'zga so'rtarman. Tog'laring va bog'laringga yayrab yurarman. Mironqulim azizimsan, jonu dilimsan. Yashnagan bo'ston Samarqandning havosi boshqacha. Yashnagan bo'ston Samarqandning havosi boshqacha. Mevaga kon bog'ida qushlar navosi boshqacha. Yashang. Menga Registonda sar etmoq farog'at baxsh etar. Yashang. Sevgilimni yonma-yon yursa ibosi boshqacha. Ajoyib. Torni jarangini qarang. Bibi xonim masjidi oldida bozor avjida. Bibi xonim masjidi oldida bozor avjida. Bunda ming xil mevaning tamu shifosi boshqacha. Tasanno, ovozingizga ko'z tegmasin. Mana torni o'zi qo'lingizga olib cherta boshlaganingizdan juda bir jarangi boshqacha bo'ldi. Qalblarimiz to'lqinlanib ketdi. Tog' tashlab yuramiz. Ilhom beradi-da axir bu jannat makon go'sha. Xalqimizning yaxshi kunlarda xizmatda bo'ling, sog' bo'ling. Xalq ichida bor bo'ling. Ko'rganlarimiz ertak emas, chekka bir tog'li qishloqdagi oddiy insonlar hayoti, ularning bugungi kunidan mamnunligi va qalbi to'la shukronaligi bizni xursand qiladigani ham shu aslida. Biz tomonlarga xush kelibsiz. Yurgan daryo deyishadi. Biz yana bugun yo'l yurib viloyatimizning ko'rkam va xushmanzara joylaridan biri Mironqul mahallasida bo'ldik. Mironqul mahallasidagi samimiy, sodda, kamtar insonlar bilan suhbatlashdik. Ularning xonadonlarida mehmon bo'ldik, turmush tarzi, yashash sharoitlari bilan tanishdik. Yo'l, loy, chang, tuproq, toshloq demadik. Asosiysi bizni kayfiyatimiz ko'tarildi. Tog' havosidan bahra oldik. Kislorodga to'yindik. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Biz tomonlarda ko'rsatuvning keyingi soni aynan siz tomonlardan bo'lishi mumkin. Xayr. Tasvirchimiz ham hozir kamerasini qo'yib, qo'liga mana shu nima deydi, lapatkani oladi. Sabzavotlar, ko'katlar oilani bir ovqat qozoniga tushadi. Endi o'tgan safargisi bichaga oqib ketdi. Endi ta'til albatta yaxshi chiqadi. Ishonaman. Taqib qo'ying mikrofonimizni. Gapni bilmayman demang. Bizga ishingiz muhim, qani ishingizni ko'ramiz, ishingizni gapirib berasiz. Xalqona tilda aytganda nomer 1 shirinliklar deyaptilar. Manzura opa. Haqiqatan mana xalq yeb ko'rib baho beradi. Shundan keyin bu ommalashadi. Mana pastda syomka qilyapti.